Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar va bilimga chanqoq o'quvchilar. Demak, bugun ko'pchilikni qiynaydigan savol. Milliy sertifikatga tayyorgarlikni boshladingiz. A yoki A+ daraja olmoqchisiz. Lekin qaysi kitoblardan tayyorgarlik ko'rishim kerak degan savol ko'pchilikni qiynaydi. Demak, bu asosiy savol. Bugun biz 0 dan boshlab eng yuqori darajagacha bo'lgan yo'lni ko'rib chiqamiz. Keling, boshlaylik. Demak, siz umuman matematika bo'yicha tushunchaga ega bo'lmasangiz, 0 dan boshlayotgan bo'lsangiz, demak, boshlang'ich daraja poydevor qo'yish asosiy maqsad bo'ladi. Maqsad matematika tushunchalarini shakllantirish. Demak, sizga ushbu yo'nalish bo'yicha quyidagi kitobni tavsiya qilishimiz mumkin. Demak, Usmonovning matematikadan va misol va masalalar to'plami 1 va 2 qismlar. Ushbu kitob professional darajaga kirish uchun eng qulay qo'llanmalardan hisoblanadi. Agar siz hali yo'lning boshida bo'lsangiz, aynan shu yashil muqovali kitoblardan boshlashingiz shart deb hisoblaymiz. Demak, asosiy maqsad bilimlarni tizimlashtirish va o'rta darajadagi misollarni yechish. Endi boshlang'ich darajani o'rganib bo'ldingiz. Siz yanada bilimlaringizni chuqurlashtirmoqchi bo'lsangiz, ushbu kitoblarni tavsiya qilishimiz mumkin. IDC matematika to'plamlari 1-qism, 2-qism va 3-qism 2025-yilgi yangi nashrlari mavjud. Nega aynan bular? Chunki bu kitoblar mavzularni chuqurroq tushunish va testlar bilan ishlash ko'nikmasini oshiradi va sizning bazaviy bilimlaringizni mustahkamlaydi. B yoki B+, A yoki A+ darajagacha ko'tarishi mumkin. Endi maqsad sizda agar boshlang'ich bilimlar bo'lsa, darajangizni yanada oshirgan bo'lsangiz, endi asosiy bazalarni mustahkamlashga o'tamiz. Ushbu yo'nalishda sizda matematika bo'yicha abituriyentlar uchun mavzulashtirilgan testlar to'plami 1996-2007-yilda yoki Optimaning turli yillardagi kesimlari, ya'ni turli yillarda nashr qilingan kitoblarini tavsiya qilishimiz mumkin, yoki Aspire IDCni mavzulashtirilgan testlar to'plamini tavsiya qilishimiz mumkin. Demak, ushbu kitoblarni tavsiya qilishdan maqsad nima? Demak, maslahat bu bosqichda ko'p yillik testlar bazasi bilan ishlash va tezlikni oshirish. Test ishlash ko'nikmasini shakllantirishdan iborat. Endi siz yanada, ya'ni A+ darajagacha maksimal natija qayd qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni milliy sertifikatdan eng yuqori ballni qo'lga kiritishni niyat qilgan bo'lsangiz, sizga oliy liga kitoblarini tavsiya qilamiz. Demak, Skanaviy matematikadan misol va masalalar to'plami oliy texnika o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun mo'ljallangan yoki abituriyent matematika to'plamlarini tavsiya qilishimiz mumkin, yoki matematikadan milliy sertifikatdan Rustambek akani A+ kitobini tavsiya qilishimiz mumkin, yoki milliy sertifikat A+ matematika kitobini Murodjon Hojianiyozov va Abdumalik Niyozovlarning qo'llanmalarini tavsiya qilishim mumkin. Bu kitoblar sizni mantiqiy va murakkab misollar dunyosiga olib kiradi. Esda tuting, to'g'ri kitob tanlash muvaffaqiyatning 50%. Qolgan 50% esa sizning mehnatingizga bog'liq bo'ladi. Yakunda
shuni aytmoqchiman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Maqsad sari dadil qadam tashlashda davom eting. Agar niyatingiz matematikadan 0 dan boshlab A+ darajagacha erishmoqchi bo'lsangiz, quyidagi meni kanallarimga a'zo bo'lishingiz mumkin. 0 dan boshlab A+ sertifikatgacha bo'lgan yo'lni birgalikda bosib o'tamiz. Barchaga omad, azizlar!